Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Yaqin kelgusida insonlarning o'rnini robotlarning elib oldiganligi haqida qarashlar ilgari surilmoqda. Bu sababdan insonlar o'zining kelgusidagi taqdiridan hozirdan boshlab andisha qilmoqda. Lekin insonlarning kashmish va bugunini shakllantiradigan kulturining robotiga aylanib ketib, haqiqiy erkinligidan mahrum qolgan insonlarning taqdiridan andisha qilinmaydi. Bu ikki xil ahvol qaysi bekroq qo'rqinchli va xatarlik, bularga bir narsa deyish təsirək. Yıllar avval cemaat ərbablarımızın biri bir qatımlıq parağında namaz oxuyduğu robotlar degan bir təbirini işlətkəndə həm heyran qalğan, həm də qiziqishimni qo'zg'aydi. Keyin o'ylasam, bu to'liq joyida aytilgan ta'bir ekandir. Bundan boshqa aramizdan chiqqan yetuk va qobil ilmshunoslarimizning birimi angsizlikning robotdan farqi yo'qligini, inson angliq bo'lgandala robotlikdan qutulib erkin bo'la oladiganligini har navbat kelganda ta'kidlab turadi. Əməliyyatda joyida aytilgan qisqa, lekin cho'nqur ma'nilik bu iboralar hayotga ibrat nazari bilan qaraydigan voqea hadislarni atrofli kuzatadigan bu ikki zotning uzun yillik o'ylanishining javhiri edi. Tuvanda sizlarga tanishtirmoqchi bo'lgan kitob Kultur roboti, haqiqiy erkinlik va ong haqida tushuncha berdi. Professor Doktor Doğan Güzel oğlu tərəfindən yazılған Haqiqiy erkinlik namlı bu kitab cəmi 26 babdan təşkil qıldı. Birinci bab g'am qayg'uni tema qildi. G'am qayg'u hayotning bir qismini tashkil qildi, lekin biz qayg'u va parishon holatda bo'lsak, hamma odam bearam qilishga yoki bizni to'g'ri tushunib, bizga yo'l qo'yishni kutsak bo'lmaydi. Bunday qilishga haqqimiz yo'q. O'zi chetga chiqib, boshqalarning orzu-istaklariga ko'ra yashash nurg'un odamga osonga to'xtaydi. Əfsus, özünün işki dünyasını toğra idrak qılalmağan, onun bilan toğra və muvafiq münasibət orun talmağan, faqat taşqı dünyagıla mərkəzləşib qalğan kişi hamam bir günü yalğızlıqqa məhkum oldu. Kitapda tilgə alınğan g'am qayg'u qandaqdır, insanның his tuyg'usi bo'lganda qilsimi, lekin bunun səbəbinin insan yaşagan kültür dünyası ekanligi ta'kidlandi. Chunki kültür cəmiyyət a'zolariga vaqa hadislarga nisbatan qandaq pozitsiya tutishni, his tuyg'u jihatdan qandaq inkas qaytarishni o'rgatadi. Masalan, kültür a'zolariga qaysi voqeadan qayg'urib, qaysi voqeadan xushal bo'lishni, qaysi voqeadan nafratlanib, qaysi voqeaga sukut qilishni o'rgatadi. Navoda inson bularning sababi ustida o'ylanmasa, o'zining ruhiy holatidagi benormalliklarga o'zi yashagan kültürning sabab bo'lganligini bilolmasa, qisqasi kültürning egisi va xo'jayini sifatida emas, uning kontrol qilishiga tushib qolsa, u insonning robotdan farqi qilmaydi. Bu yerda angsizlik hukmronlik o'rinda turadi. Yozuvchi bu ahvolni kultur roboti bilan ifodalaydi. Ikkinchi bob kultur robotini tema qildi. Bir robot o'ziga qachilangan programmani asla idrok qila olmaydi va hech qachon o'ziga qachilangan va o'zini kontrol qilgan programmaning sirtiga chiqa olmaydi. Uning asiri bo'lishga mahkum. O'xshashla kultur robotiga aylanib qolgan inson kültürden ibaret programının sırtıga çıkıp gitolmaydi. Qisqasi, inson o'zi yaratgan kültürning asiriga aylanib qoldi. Kültür nimani buyursa, shuni savol-so'roqsiz qildi. Hatto his tuyg'ularmi shundoq bo'ldi. Kültür roboti inson programma parishon bo'l, qayg'urg'in, qiydig'in deganda mushundoq tuyg'ularda bo'ldi. Kültür roboti bo'lishdan qutulmoqchi bo'lgan inson ba'zi ko'rinmas tuzoqlarni halqib o'tadiganligini bildi. Chunki u inson erkinlik yo'lchisidir ve özünün robotuga aylanib ketmeslik lazımlıqını düşünüp gitdi. Bizning kültür roboti tarafimiz programmasını muhafaza qilish ve ayrılıp qalmaslik uchun bizni qayg'ulantirdi, parishon qildi, g'azablantirdi, chus qilib ochiqimizni yomon qilib. Lekin erkinlikni ta'min etadigan haqiqiy kimligimiz, ya'ni angliq tarafimizmi bel qo'yatmaydi. Afsus, ko'p hollarda kültür roboti bizning birli tarafimizni egallash bilan bo'ldi qilmay, hamma tarafimizni ishg'ol qilib oldi. Atrofimizdagilar bilan parangchilgan bo'lsak, ko'p qismi kültür roboti inson bo'lib, tashqi ko'rinish jihatdan farqli bo'lsa-mu, tafakkur, parang va harakatchilikli, hatto ma'lum voqealarga nisbatan ifodalagan his tuyg'ularimi o'xshash va qiliblashib ketgan. Kültür robotlari ijtimoiy maskalar, ijtimoiy talablar, tuzumlar, normalar, siyosatning xatarlik ushurun qo'llari, urf-odatlarning o'zlarini qo'rshab turganligini anqirib bilolmaydi. Hatto boshqalarning eg'iziga qarab yashashga ko'nib ketgan bo'ldi. Masalan, onam nim deb qolar, muallim nim deb qolar, hukumat nim deb qolar, qo'shnim nim deb qolar, u nim deb qolar, bu nim deb qolar.
Qısqасы, boshqalar nima deb qilar deb yashaydi. Undaqda insonlar nima uchun kultur roboti bo'lishga moyil yoki mushu yoki hayot shaklini tanlaydi? Chunki yashayotgan muhitda erkin bo'lishga qurbi yetmaganligi, arzu armonlarga yetishga, planlarini ishga oshirishga, xiyolini vujudga chiqarishga qurbi yetmaganlikdan kultur roboti bo'lishni tanlaydi. Kultur roboti kishi erkin, hur bo'lish, nishonini ishga oshirish uchun badal to'langanligi. Bunun xeyim xatarının çoğunluğunu bilse, bunundan voz keçip, bunun hayatını davamlaştırdı. Çaresizlikten kültür robotudek yaşaydıgan kişi iç-içiden hoşal bulup bulalmaydı. Hemmedin əfsunarlıqı, özü arzu qılğan hayatını yaşalmağanlıqına mı fark etelmeydi. Qısqası, hayatıga özü yetekçilik qıladığan küçü ve mağdur yoxluğunu oyluvalığanlık için veymişçide qilib, kültür robotluqdan ibaret maskının keyniga yoşurun aldı ve bu cay onunla bexatar tuyuldu. Kültür robotunun farklı variantları oldu. Mesela, yüzü tutup mağan dininin mahiyet hakkında oylanmaydıgan, dini düşüncesini ve iş hareketlerini soraklap turmaydıgan, itikadlı kişiler için mu itikadlı robot hukumunu işletsek buldu. Kültür robotu yoki itikadlı robot özü etrafıdakiler, cemiyet, şeyler, tabiat, kainat bilen doğru münasebet o'rnatishdan aciz insandır. Bundaq insan ne özüge, ne etrafıdakilerge, ne cemiyetge paysiz tegmeydi. Undaqda insan bo'lishdan iborat haqiqiy kimligidan mahrum qoldiradigan, angsizlik va g'aflatda qoldirib qo'yadigan bu robotlik ahvoldan qanday qutulish kerak? Yozuvchi buningga inson o'zi bo'lish safariga atlangan chaqda buni yengil bo'lganligini ta'kidlab, kitobining 3-bobida bu haqda tafsil to'xtaldi. Insonning o'zidek yashash yoki o'zi bo'lish jasoratiga ega bo'lmoqi haqiqatan tas. Lekin o'zimiz bo'lmay turib, hayotning ma'nosi va qiymati bo'lmaydi. Ma'no dunyosi, ya'ni ichki dunyosi bilan munosabat o'rnatilmagan inson yoki ep o'tilmagan inson boshqalar bilanmi to'g'ri va ma'nilik munosabat o'rnatilmaydi. Undaqda o'zi bo'la olgan insonni qanday bilalaymiz? Sirtdan birining tashqi harakatiga yoki ish harakatlariga qarab, uning o'zi yoki emasligini bilib bo'lg'ili bo'lmaydi. O'zi bo'la olmagan inson ham o'ziga hamda boshqalarga asloidil muomala qilib, o'zi va boshqalarning qadrini qildi. U o'ziga ichki dunyosiga, o'zining shohidligiga, boshqalarning shohidligidan bakrak ahamiyat berdi. Boshqalarning shohidligiga, ya'ni muayyanlashtirishiga ahamiyat bergan kishi boshqalarning xohishi bo'yicha harakat qilishga moyil qildi. O'z shohidligiga ahamiyat bergan kishi bo'lsa, men nima deyman? Men qanday o'ylayman? Mening qarashlarim qanday? Mening his tuyg'um qanday degan savolni so'raydi va vijdoniga hisob beradigan tariqada harakat qildi. Albatta, o'zi bo'lgan inson o'z qadrini qilgan, hurmatlaydigan, yaxshi ko'radigan kishilarning nimani o'ylaydiganligini, o'zi tava bo'lgan guruhga yoki jamiyatga, guruhga va jamiyatning qadriyatlariga, normalarga, e'tiqodiy sistemlarga hurmat qildi. Ularning ahamiyatini, ma'nosini bilgan va anqirgan asosda harakat qildi. Bular bilan bo'lgan munosabatda aktiv, yetakliguvchi, ishlab chiqaruvchi, ijodchi o'rinda tura oladi. Bularga qarg'ularcha agashmaydi. Bularni so'roqlab turdi. Xatolik va kamchilik ko'rilgan taraflar bo'lsa, isloh qilishga tirishadi. O'zini ikkinchi o'ringa tushirib qo'ymaydi. Qisqasi, bularga agishib emas, bularning oldida mangdi. Ya'ni angliq holda harakat qildi. Yozuvchi kitobining keyingi bobida insonning ehtiyojlarini tushiradigan holda kultur robot inson bilan angliq, ya'ni erkin insonni selishtirib chiqadi. İnsanның ihtiyoji pul, ya'ni moddiy narsalar, aql, ko'ngil va tushuncha dunyosi qatorliqlarni tashkil topadi. Inson ham erkin bo'lish hamda boshqalar bilan munosabat o'rnatishni orzu qildi. Zirak inson kimga ishonishni obdan bildi. Masalaga temkinlik bilan muomala qildi. Lekin bu jarayonda ikki narsadan voz kechmaydi. Birinchisi, ishonadigan insonlar bilan aloqa qilish. Ikkinchisi, ishonchlik bir bo'lish, ya'ni do'st tutishning ahamiyatini bildi. Öz qadriyatlaridan yiroqlashib ketmaslikka tirishib, o'zining do'stligidan qat'iy voz kechmaslikni muhim deb qaraydi. Tushuncha dunyosiga kelsak, kultur roboti inson o'zining tushuncha dunyosini his qilib ketolmaydi, idrok qila olmaydi. His qilganlarning ko'p qismi mening tushuncha dunyom mundaq deb aniq suratlab bera olmaydi. Lekin ish harakatlarga, gap so'zlarga qaraydigan bo'lsak, bir-biriga mos keldi. Bu yerdagi mosliq dal tushuncha dunyosidan keldi. Bir insonning tushuncha dunyosi qancha keng va atrofli bo'lsa, ish harakatlarimi shuncha boy, rangdor va kuchli bo'ldi. O'zini o'ylaydigan shaxsiyatchi insonning tushuncha dunyosida o'zgilarga o'rin berilmagachga u inson xushal bo'la olmaydi. Har inson mavjudlikni davomlashtirish uchun o'zini o'ylashi, manfaatni ko'zlashi, o'zini taraqqiy qildirish kerak. Ya'ni ma'lum saviyagacha o'zini o'ylashi tamoman tabiiy ahvoldir. Bu tabiiy va sog'lom shaxsiyatchilikdir. Lekin ashurasa bo'lmaydi. Ashur etgan taqdirda ishchidan xushal bo'lib bo'lolmaydi.
o'zimizning qiziqish doirasi bilan amaliy iqtidorimizni to'nib yetolmasak, qilgan ishimizning bakmo unumi bo'lmaydi. Masalani hal qilib bo'la olmaymiz. Hamma narsaga qiziqib boqadigan, lekin konkret bir ishni vujudga chiqara olmagan kishilarga aylanib qolamiz. Yazg'uchi kitobining keyingi bobida insonning tushuncha dunyosi haqida to'xtalib, insonning tushuncha dunyosining bilish sistemasi va baholash yoki hukm berish sistemasidan iborat ikki xil zihniy mashg'ulot sistemasidan tashkil topadiganligini deydi. Bilish sistemasi atrofimizdagi voqea hodisalar yoki boshqa narsalarni idrok qilish bosqichida zihnimizda harakat ko'tadigan sistem bo'lib, atrofimizdagi voqea hodisalar va narsalarga kimlik berib, uning qanday ekanligini bilishda muhim rol o'ynaydi. Baholash yoki hukm chiqarish sistemasi harakat ko'tib, idrok qilingan yoki bilingan hodisa va narsalarning yaxshi yoki yomonligini, qimmatlik yoki emasligini baholaydi. Ichki va tashqi dunyamizni dal mushu ko'zoynak vositasi bilan kuzatamiz. Bu to'limi faol va harakatchan bo'lib, ko'p hollarda inson bu sistemni farq etib bo'la olmaydi. Qisqasi, biz voqea hodisalar va narsalarni taniymiz, bilamiz va orqadan u haqida tushunchaga ega bo'lamiz. Buningga asosan qaror va hukm chiqaramiz. Bu qarorlar va hukmlarga asosan ish harakatlarimiz hayotimizda ma'lum natijalarni paydo qildi. Bilish sistemasi obyektiv haqiqatlarni qancha atrofliq va yaxshi bilsa va ular bilan to'g'ri munosabat qura olsa, inson aktiv va kuchli holatda bo'ldi. Bundaq insonning ozuqliq, muzika, bilim, salomatlik, kishilik munosabat, vaqt, inson pul tushunchasi, jamiyat bilan bo'lgan munosabatning tangishishi bo'lib, hammasi bir-biri bilan birdaklik ichida bo'ldi. Navada bu kishi urf-odatlari, kulturiga asosan yashashni, o'z irodasiga asosan ongli holda yashashni tanlagan bo'lsa, bundaq inson kultur roboti bo'lmaydi. Baholash yoki hukm chiqarish sistemasi obyektiv narsa va reallikning yaxshi yoki yomon, qimmatlik yoki qimmatsiz, yoqtirilgan yoki yoqtirilmaydigan narsa ekanligini deydi. Buni qisqacha qadriyatlar yoki qimmat qarash desak bo'ldi. Obyektiv haqiqat va bularning qimmatining nima ekanligini bizga deb beradigan bilish sistemasi bilan obyektiv narsa va reallikning yaxshi yoki yomon, qimmatlik yoki qimmatsiz, yoqtirilgan yoki yoqtirilmaydigan narsa ekanligini deydigan baholash yoki hukm berish sistemasi insonning shaxsiy va ijtimoiy hayotining asosidir. Ya'ni bizning ko'zimizda birli ko'zoynak yo'q. Bir-biriga yarashib ketgan ikki ko'zoynak bor. Ichki va tashqi dunyoni bularning vositasi bilan kuzatamiz. Qaysi xarita eng qisqa vaqt ichida eng az xato bilan adresini topa olsa, u to'g'ri xarita bo'ladi. Demakki, qo'limizda eng az xato va eng qisqa vaqt degan ikki xil o'lcham bor bo'lib, ulardan foydalanib, xato va to'g'ri xaritani bir-biridan ayirg'ili bo'ldi. Bu ikki sistema his tuyg'ularimiz, o'y-fikrlarimiz va ish harakatlarimizga har vaqt ta'sir ko'rsatib turadi. Ya'ni bu sistemaning ta'sirini hayotimizda har vaqt ko'ra olamiz. Navada kishining ma'lum masala yoki hodisaga nisbatan ish harakati yoki pozitsiyasida masala ko'rilsa, oldi bilan ish harakat va pozitsiyamizning keyindagi bilish va baholash yoki hukm berish sistemasini tushunishga to'g'ri keldi. Bu ikkisini isloh qilmay turib, xato ish harakatimiz va pozitsiyamizni isloh qilib bo'la olmaymiz. Bu xatoliklarning ba'zilariga inson tabiatiga zid keladigan urf-odatlarimiz, ba'zilariga aql yoki ko'ngil ehtiyojlariga ahamiyat bermaslik, ba'zilariga qadriyatlarga sal qarash sabab bo'ldi. Yazg'uchi kitobining keyingi bobini inson o'zi bilolmasa hayotning ma'nosi yo'qdir degan temini ko'radigan holda bayon qildi. Inson ruhiy, zihniy, ijtimoiy va siyosiy kishilarning sababining tepib chiqib, o'zini hayotning markaziga qo'ya olsa yoki asli tabiatiga mos va ongli harakat qila olsa, ondan o'zi bo'la oladi va hayotning ma'nosi bo'ldi. Inson markazga qo'yilmagan, insonning qimmatiga sal qaraldigan, mol-mulk, shuhrat va kuchga mubtalo bo'lgan kishal jamiyatlarning qadriyat sistemasi bilan inson markazga qo'yilgan va insonga ahamiyat berilgan, haqiqatga hurmat qilingan sog'lom jamiyatlarning qadriyatlari bir-biridan farqlidir. Inson kunlik turmushda o'zining tushunchasi va fikrlaridan boshqa tushuncha va fikrlarning borligini ko'pincha his qilib ketolmaydi. Chunki ko'p qismi o'zining fikrlariga va tushunchalariga qattiq ishonadi. Undaqda qanday qilamiz? Yozuvchi bu savolga erkin bo'lish degan temini ko'radigan holda javob berishga tirishadi. Uyg'unilgan jaholat to'g'ri deb qaralgan xatoliklarning avlodlarga yetkazilishi bilan shakllandi va davomlashadi. Bu to'liq xatarli ahvoldir. Chunki haqiqiy to'g'rilarni bilishga to'salg'i bo'ldi. Agar inson o'zi, atrofi, boshqalar va jamiyat tabiat haqida o'ylanishga
va ularni tushunishga tirishishga boshlagan paytdan e'tiboran boshqacha o'ylash shakllarining, tushunchalarning, fikrlarning xilma-xil tanlash yo'llarining borligini to'nib yetadi. Shundaqla o'zining tanlashi bilan hayotiga yetakchilik qiladiganligini farq eta oladi. Agar bularni to'nib yetolmasa, tanqidiy nuqtadan qara olmasa, kultur roboti bo'lishga mahkum. Agar to'nib yetalsa, kultur roboti bo'lishdan chiqib, hayotning tizginini o'z qo'liga oldi. Erkinlikni to'nib yetish ang masalasidir. His qilingan bu erkinlikni yashash bo'lsa, kuch va jasorat talab qildi. Erkinlikka erishish tuyuqsiz bo'lgan ish emas, balki tirishchanlik, g'ayrat va kuch talab qilgan narsadir. Erkinlik mavjud tuzumga, mavjud zihniyatga, mavjud dunyo qarshiga isyon deganlikdir. Mashhur faylasuf Sartre degandek, men insonman, shunga erkinman. Erkin bo'lganman, mas'uliyatchan bo'lishim kerak. Mashhur faylasuf erkin insonning haqiqiy inson ekanligini ta'kidlaydi. Mas'uliyatchan insonning erkin inson ekanligini deydi. Angliq insonning so'zi va harakatida zidlik yo'q. Boshqalarga ishonch beradi. O'zining qadriyatlarini va nishonini bildi. Davomli ish harakatining sababini, qandaqligini, qayerda ish qilganligini, kimlarga munosabat ekanligini bilib turdi. Yozuvchi insonning xushalligining amaliyotda o'ziga bog'liq ekanligini deb, bu qarashini faylasuflarning hikmatli so'zlari bilan quvvatlashga tirishdi. Oldi bilan bilish psixologiyasining peshvosi hisoblangan Abraham Maslow'ning so'zi bilan boshlaydi. İnsanın oldida har vaqt ikki xil tanlash bor. Biri taraqqiyotga qarab oldiga bir qadam tashlash, yana biri o'zini bexatar his qilish uchun keyinga bir qadam elish. Yunus Emre hayotida faqat xatolik o'tkazmagan inson, hayotida hech nima qilmagan insondir. Hayotidagi eng cho'ng xatolik o'zini xatosiz o'ylashdir. Rablais vijdon bo'lmasa bilim ruhga ziyon beradi. Giyot yaxshilik insonlarni bir-biriga bog'lab turadigan zanjirdir. Haqiqiy mahkumlik va to'salg'u insonning qo'rqinchoq, umidsiz va xunuk bo'lishidir. Yozuvchi temini teg'im yuritib berish uchun inson hayotiga munosabatlik asosli haqiqatlar ustida to'xtaldi. Bu haqiqatlar mundaq. Birinchisi, ikki inson bir-birlarining borlig'ini his qilgan hamon aloqa boshlandi. Mayli bu ikki bilan so'zlashsin yoki so'zlashmasin, mayli qarashsin yoki qarashmasin, mayli bir ish qilsin yoki qilmasin. Bu mushundaq. Ikkinchisi, insonning ikki asosli tabiati bor bo'lib, inson ham ijtimoiy ham da shaxsiy maxluqdir. İnsanın ijtimoiy tarafi, ya'ni tashqi dunyosi, yuz yoki chiroy. Ichki dunyosi va o'zi bo'lsa, shaxsiy tarafi bo'lib, buningga jon desak bo'ladi. Uchinchisi, insonning ijtimoiy mavjudligi u kishining ijtimoiy rollarida, bu rolni talab qilingan qoidalarda, normalarda, nizomlarda, qoida prinsiplarda, an'ana va urf-odatlarda namoyon bo'ldi. To'rtinchisi, insonning shaxsiy va psixologik mavjudligi bo'lsa, tuvandagi 6 nuqtada gavda olindi. Birinchisi, tava bo'lish, shaxs bo'lish tamponligi. Ikkinchisi, izzat qilinish yoki odamdek muomalaga uchrash. Uchinchisi, muayyanlashtirilish. To'rtinchisi, qimmatlik va voz kechkilik bo'lmaydigan bo'lish, ya'ni o'zini markazga qo'yish. Beshinchisi, qobiliyatiga ishonilishini orzu qilish. Oltinchisi, suyulish, vaqt ajratilishiga loyiq bo'lish qatorliqlar. Yozuvchi kitobida ikki xil bağlash yoki hukm chiqarish sistemasi borligini deydi. Birinchisi, vahima hukmronlik o'rnida turadigan bağlash yoki hukm chiqarish sistemasi bo'lib, buningda kuchning ifodasi ochiq qilinish, g'azab, qo'pollik ifodalanadi. Bu sistemada kuchliklar va ojizlar bordir. Bu sababdan qo'rqatquchi bilan qo'rqalg'uchi bor. Kuchliklar qo'rqitib turadi, ojizlar qo'rqib turadi. Barliq ijtimoiy munosabatlar kuchni asos qilgan holda bo'ldi. Ijtimoiy munosabatlarda kuchliklar va ojizlar bo'ldi. Vahima nupuzliq o'rin turadigan bu sistemning nomi vahima kulturidir. Bu kulturda qo'rqitilgan, o'zini ojiz his qilgan kishi o'gitilgan chorasizlik va ojizlik ichida bo'ldi. Bundaq insonning qila oladigan ishi qaqshash bo'lib, tamoman mas'uliyatdan qochadi. Masalalarni hal qilishga tirishmaydi. Bundaq kishida sen tushunchasi kuchli bo'ldi. Vahima kulturida o'zini kuchli o'rinda va o'zidan qo'rqilgan deb qaraydigan kishi boshqalarni kontrol qilishning ko'yida yuradi. Hammani men bilman deb o'ylaydi. Haqiqatning o'zining qo'lda ekanligini o'ylaydi. Tanqidga qat'iy chiday olmaydi. Tanqid qilguvchilarni dushman deb qaraydi. Kishilik munosabatda o'zini kuchli va ustun bo'lishi kerak deb qaraydi. Ojizlarga yo'l qo'ysa, shillisiga minib oldiganligini o'ylaydi. Bundaq insonlar g'azabni, ochiqni, zo'ravonlikni qurol qildi. Bundaq kishi men tushunishidagi kishilardir. Mehr shafqat, hurmat, nupuzliq o'rin turadigan bağlash yoki hukm chiqarish sistemasida mehr shafqat, hurmat, ishonch va xizmat muhim o'rinda turadi.
mehr shafqat hurmat nufuzli o'rin turadigan bağlash yoki hukm chiqarish sistemasida mehr shafqat hurmat ishonch va xizmat muhim o'rinda turadi. Kishilik munosabatda har ikki taraf barobardir. Her ikki taraf o'ziga va qarshi tarafga insondek muomala qildi. Her ikki tarafni o'ziga tushlik roli bor. Munosabat raqobat ustiga emas, bir-birini to'liqlash ustiga qurildi. Men mu qila olmayman, sen mu qila olmaysan. Ikkimiz birlashsak, texmo yaxshi qila olamiz degan tushuncha muhim o'rinda turdi. Mening taraqqiy qilishim sening taraqqiy qilishingga bog'liq va sana xizmat qila olsam, amaliyotda o'zimga xizmat qilgan bo'laman deb qaraldi. Yozuvchi kitobida ikki xil munosabat o'rnatish shakli borligini tilga olib, buni ikki xil kultur muhitida tahlil qildi. Vehimi kültürdeki münasebetlarda insan özünü güçlük, özgülerini aciz orunga çürüşünü asas kıldı. Güçlük bolğuçi, güçünü ispatlaş ve davamlaştırış için acizlerini bozak kıldı. Bu xil münasebette hürmet kılışqa tegişli kişi, emniyette korkuşqa tegişli kişidir. Hürmet, sevgi kültürüdeki münasebetlarda bolsa, münasebet ornatqanlarının məqsidi hem özüge hem de karşı tarafga hizmet kılıştır. Bu yerde men yoki sen emas, biz tushunchasi muhimdir. Yazgıcı kitabının xulası qismida munolarga o'rin ajratadi. İnsan kültür robotluqdan chiqib, his tuyg'u, o'y fikr va ish harakatlarini kontrol qila olsa, hayotni erkin va aniq yo'lda yashay olsa, haqiqiy erkinlikka erishadi. O'zining ichki dunyosi bilan ap o'tolmagan inson davomli g'am, qayg'u ichida yuriydi. O'zini nuqul ijtimoiy maxluq sifatida ko'radigan kishi, ya'ni o'zini yuz yoki chiroy deb qaraydigan kishi tanholikqa mahkumdir. Chunki ichki dunyosiga, ya'ni diniga sal qaraganlik uchun mushundaq bo'ldi. Yüz dünyası bilan can dünyasının insan qadriyat, erkinlik, dostluq, oila tushunchalari farqli bo'ldi. Yüz dünyasıga ahamiyat beradiganlar dal kültür robotidir. Yüz dünyası vehimi kültürde yegona haqiqatdir. Can dünyası nazarga ilinmaydi. Vehimi kültürde aqladigan narsa kuchdir. Bu kültürün bilish sistemasi va bağlash yoki hukm chiqarish sistemasi ichida kuchga erishish muhim o'rinda turadigan bo'lib, bunun için vasıta tanlanmaydı. Hürmet, sevgi kültürünün biliş sistemisi ve bağlaş yoki hüküm çıkış sistemisi içinde kişinin iş hareketlerine yetekçilik kıldığı kadriyetler, sevgi, hakikat, hakkaniyet, işenç ve hizmetlerdir. Undaqda haqiqiy erkinlik can, yani insanın ruhi dünyası bilen başlaydigan bulup, kişi üzü teva bolgan bağlaş, hüküm çıkış sistemisi içindeki canğa hesap berishni ko'rsatadi. Yig'inchoqlaganda inson bo'lganligi, İnsanın mahiyette erkin ve icatçı ekanligi ve insanın mushu erkin iradesi ve icatçı alaylığı bilen kültür barpo qilib, jamiyatni taraqqiy qildirganligi. Biroq inson angliq va sevgak bo'lmasa, o'zi barpo qilgan kültürning kontrolligiga bilib bilmay kirib qolib, haqiqiy erkinligidan mahrum qilishi kültür robotligini ifodalasa, insonning bu kültür robotlikdan qutulib, o'zining haqiqiy mohiyatiga qaytib, hayotning tizginini va kontrolligini qo'lga olishi haqiqiy erkinlik bo'lib hisoblanadi. Xayr xo'sh.